Akajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bitta yordam qiling, ehson qiling. Boshdan kiyimga ozgina pulim yetmayapti, tashing berib turing. Rosa qiynalganman, mo'ykada ishlayman. Mo'yka pul bermayaptimi? Beryapti, yuvsa beryapti-da, erinib yuvganim yo'q-da. Ukam, rostdan qiynalganmisan? Ittay qiynalganman men. Yozda ham qishki bo'tish bilan yuribman, jon aka. Yaxshilik ham qilib turish kerak. Ma. Nima bu? Men sizdan sadaqa so'rayapman, olib qo'y. Vlajnining pulimi, zubachskani pulimi? 200 ming ham beraman, menga mashinangizni qarang. 200 mingga boshdayoq kiyinasan. Nima, menga ham bermaydi 200 mingga, 200 ishlating, Yur ko'rsatamiz. Mana qara, bu Brent Rose do'koni. Bu yerda 11-apreldan 11-maygacha juda katta skidka ketadi. Futbolka, shim, oyoq kiyim, xullas do'konda ko'rib turgan hamma narsa 89 ming so'm. Aka, bu odam adashadi. Toshkentda bunaqa do'kon borligini bilmas ekanman. Chotga kuyov bolalarda kiyinib chiqaman sizga. Qarang. O, rahmat akajon, chotga kiyintirib qo'ydingiz. Ukajon, o'zingga yoqdimi kiyimlar? Zo'r yoqdi akajon. Yosh kunlaringga kiy. Aka, yana oxirgi iltimosim bor. Savob qildingiz, oxirigacha qiling. Qishloqqa ketgan yo'lkada berib turing. Ukajon, men bilan yashaysanmi? Endi oxirigacha savob qiling deyapman-da akajonim. Mayli, yaxshilik qilib turish kerakligi. Ashuna aytaman. Ma ukajon. Nima bu? Yulkiro? Jinni pinni emasmisiz, jon aka? 200 mingda nimada ketaman? Bagajda ketamanmi yo mashina orqasidan yugurib ketamanmi? 200 ming ham berasizmi? O'zingizni sal hurmat qiling. Minayotgan mashinangizni qarang, ey. Ber ukajon 200 ming. Qo'shib berasizmi? Ha, ukajon. Hozir 50 ming berib bagajga bog'lab jo'nataman, tushundingmi? Hazillashdim akajon. Yech kiyimni. Aka, hazillashdim. 200 ber. Aka.